Assalomu alaykum, Qo'chqor ishqibozlari, naslli qo'chqorlar, xonavandalari. Assalomu alaykum, Oltin Chorva kanali obunachilari, YouTube foydalanuvchilari, chorva sevar akalar, ukalar. Bugungi Xudo xolasa 3 bosh qo'chqorimiz Andijon viloyati Shahrixon tumani Oqko'prikda, Xudo xolasa. Ukalar, qo'chqorlarimiz sotuvda. Akamiz o'zi qo'ziligidan olib, mehr berib katta qilgan. Xudo xolasa bo'ylari ukalar, bunishiniki 80 plyusda. Vazn o'lcha olmadik, ukalar, Xudo xolasa. Qo'chqor ishqibozlariga bugungi Xudo xolasa dehqon qo'lidan 3 bosh qo'chqorimiz bo'ladi, ukalar. Chiroyli layklarni bosib turasizlar. Qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni berib o'tamiz, ukalar. Qiziqqan ukalarimiz bo'lsa, ekranda raqamlar aloqaga chiqasiz, bog'lanasiz. Dehqon xonadonida inshaalloh ukalar olib foydalanishga bu bilan shug'ullanadigan ukalarimiz bo'lsa ham, Xudo xolasa, juda tushadigan narxlarda, arzon narxlarda qo'yib beraman deyapti ukalar. Xo'p, ukalar, ma'lumotlarni o'zim berib ketadigan bo'ldim. Bo'ylari Xudo xolasa 82-85 plyusda qo'chqorlarimiz. Tishlari ukalar 2 tishdan Xudo xolasa. Bu yog'i yana ham toshini og'ir qilaman, boqaman degan ukalarimizni ham juda tushadigan variantda yoki o'zimiz sog'liqlarimga abishdan akalar qo'shib beraman degan ukalarimizga ham juda zo'r variantlar. Bo'yinlarini e'tibor bersangiz, Xudo xolasa, yelkalari ham to'lgan. Shu bosh qo'chqorimiz. Quloqlari ukalar 18 plyusda, Xudo xolasa. Qiziqqan ukalarimiz ekranda raqamlar turibdi, aloqaga chiqamiz, bog'lanamiz. Dumbarazligi ukalar e'tibor berib turamiz. Ular katayda yotib juda raketa dumbasidan so'raganlariga ukalar, Xudo xolasa, razrizlariga, oyoqlarini, iliklarini to'lganiga e'tibor berib turamiz. Qiziqqan ukalarimiz aloqaga chiqib bo'lishamiz, bog'lanaveramiz. Yo'q, bu dumbasidan so'raganlariga ham ukalar juda zo'r variantda, Xudo xolasa, qiziqqan ukalarimizga, qo'chqor ishqibozlariga mana ukalar. Xudo xolasa, egizchi qo'ylarimiz ham bor ukalar. Inshaalloh qiziqqan ukalarga ma'lumotlarni berib ketamiz. Bularning narxlariga keladigan bo'lsak, ukalar 7,5 million so'mdan uchovi bir joyga ketaveradi. Tanlab olishga bo'lsa, chicha narxlari o'zgaradi, ukalar. Tanlab olishga qiziqqan ukalarimiz, manzillarimiz Andijon viloyati Shahrixon tumani Oqko'prikda. Lokatsiyalar tashab beriladi, kelib ustida ko'rib savdo qilaman, baraka qilaman degan ukalarimizga inshaalloh ustiga kelib savdo qilib, baraka qilib olib ketsangiz, bunisi ham bizga Xudo xolasa ma'qul ukalar. Bundan keyingilarimiz Xudo xolasa ikkinchi partiyamizga egizchi qo'ylarimiz bo'ladi. Yoki yakka so'y savdolarimiz ham bor. Ukalar ko'rsatib, videolarni, ma'lumotlarni berib ketamiz. Sizlar chiroyli layklarni bosib turinglar. Ukalar, ona bola varianti egizchi holatiga qiziqqan ukalarimizga bir dona Xudo xolasa egizchi bolalari, biri sog'liq, bittasi qo'chqor. Qorasi qo'chqor, Qashtanisi Xudo xolasa sog'liq ukalar. 3-qorin bolasi ona qo'yimizga. Hozir bolalarni tuqqaniga 1,5 oydan bo'ldi ukalar, bolalari. Inshaalloh qiziqqan ukalarimizga egizchi qo'yimiz. Tishlari ukalar 4 kurak. Inshaalloh qiziqqan ukalarimiz aloqaga chiqib bog'lanamiz. Qo'y bilan shug'ullanadigan ukalarimizga Xudo xolasa kelishadigan joy bor. Ekranda raqamlar, aloqaga chiqamiz, bog'lanamiz ukalar. Qo'y ishqibozlariga alohida video qilib ketishga qaror qildim. Xudo xolasa, dehqon xonadondan ukalar, dehqon qo'lidan mana qo'chqorchasi yonidagisi. Yana bitta bog'lashni ko'rsatdim, unisi sog'liq. Ukalar, qiziqqanlarga yakkalik sog'liqlarimiz ham bor sotuvda. Lokatsiyalarimizga kelsanglar, Xudo xolasa kelishadigan holatlari bor. Eng asosiysi ukalar, dehqondan birinchi qo'ldan sotib olaman degan ukalarimizga mana yonida bolasi bilan holati bir yakkalik bolalar bilan ham bor. Inshaalloh qiziqqanlarga qo'chqorcha yakkalik sog'liqlarimiz, bo'g'ozlari ham bor. Ekranda raqamlar, aloqaga chiqamiz, bog'lanamiz. Yoqqanini skrinshot qilib tashab akamiz bilan Xudo xolasa savdolashishingiz mumkin. Bu yerda asosan ko'pi 2-chi, 3-chi qoringa ukalar sog'liqlarimiz. Qiziqqanlarga lokatsiyalari tashab beriladi. Ukalar, yana qo'yimizga qiziqqan ukalar narxlari bolalari bilan birgalikda 10,500,000 so'm, kami xayri bor. Dastavkalari qilib beriladi. Xudo xolasa ukalar.
bittadan chiroyli layklarni bosib qo'yib turish esdan chiqmasin. Inshaalloh akalar, birinchi videomizda 5 bosh xunajinimiz, 5 bosh molimiz bor, ulardan 4 bosh xunajin, 1 bosh novvosimiz bor akalar. Ularni ham buni yo'q qachon xunajinlardan olaman degan akalarimiz ekranda raqamlar turibdi. Videolarimiz o'tgan videomizni qo'yib o'tganmiz, o'tib akalar videolarimizni ko'rishinglar, savdolashishinglar mumkin inshaalloh. 1 bosh novvosimiz bor, boqma novvos, xudo xolasa yemlashga tayyoridan so'ragan akalarimizga novvoslarimiz bor akalar. Keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz. Sizdan layklarni bosib qo'yish esdan chiqmasin akalar.